Voy! Miksersiz juda ham oson texnikada tayyorlanadigan negr pirojnisini bugun sizlar bilan o'rganamiz. Juda ham mazali, yeyishli chiqadi, yumshoqqina bo'ladi. Birinchi ish boshlagan paytlarimda juda ham ko'p bu retseptni zakazlagan, tayyorlaganman. Tuxumlarimizni butuncha qilib olib, shakar bilan venchik yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. So'ng salat yog'i va qatiq solib, yana bir xil massa qilib aralashtirib olamiz. Sizlar aynan texnikasiga e'tibor berasizlar. Chayni sodani qattiqqa emas, unli massaga solamiz. Reseptlarni opisaniyada to'liq yozib qoldiraman yana. Negr pirojnigilar bir xilda tekis ishib chiqishini xohlasanglar, shunaqa 30 ga 40 razmerdagi listlardan foydalansanglar bo'ladi. Listlarimiz nerravikadan tayyorlangan, juda ham sifatli. Bemalol quyidagi raqamlarga Telegram orqali murojaat qilsanglar, dostavka qilib chiqarib beramiz. Endi kremimizni boshlaymiz. Krem uchun muzli qaymoqga varyoniy zgushonkani solib, ko'pirtirib olamiz. Yaxshilab sovigan qo'shlarimizni ketma-ketlikda kremlab, yopishtirib chiqamiz. 2 soatlarga morozilkaga qo'yib turamiz. Ustidagi kremni qotib olgandan so'ng, mana shunaqa 4 tona tayyor shokoladli pastasi bor edi. Shundan foydalandim, ustini bezatishdi. Ozgina mikrovolnovkaga qo'yib, eritib olib, quyib chiqamiz va ustini xohishga qarab bezatib olamiz. Deb yoqqan bo'lsa, duo qilib yurakchadan bosib qo'ysanglar, xursand bo'laman.